Shaharsozlik norma qoidalari buzilgan holda va hamma joyda prezidentni 2025-yil 229-farmoniga xilof ravishda ish olib bormoqda. Hamma joyda mana musor yamalar qilingan. Naryoqda ham mana musorni yama bor. Mana qoplar hamma joy sasib qo'jib ketgan. Bundan bu holatga hurmatli prokuratura xodimlari bitta o'rganib chiqib chora ko'rishingizni so'raymiz. Endi yuridik institutlarda olgan bilimlarni mana shu yerda qo'llaysiz degan umiddamiz. Domlalarda o'rgatgan bilimlari mana shu yerda ish bermasa qayerda ish beradi o'rtamda. Mana hamma joy musor, iflos, eski zaborlar aholiga noqulaylik tug'dirmoqda. Qonuniy chora ko'rishingizni so'rab qolamiz. Imенно prokuraturadan 229-qonun ijrosini ta'minlashingizni so'rayman va talab qilaman.